Bugungi kunda kukun metallurgiyasi avtomobilsozlik sanoatida ham keng qo'llanilib, bu texnologiya yengil vazn, yuqori sifat va innovatsion yechimlarni birlashtirgan holda sanoat uchun yangi ufqlarni ochmoqda. Aynan shu yo'nalishda O'zbekiston texnologik metallar kombinati navbatdagi hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Bizada ikkita dvigatelimiz bor. CSS Prime dvigatelimiz, ya'ni Cylinder Set Strategy deymiz. 1.2 atmosferniy и turbo, hozirgi 10x trekkerga ketadigan dvigatellarimiz. Bidok dvigatelimiz bu 1.5 hozirgi kunda Cobalt avtomobiliga ketadigan dvigatelimiz hisoblanadi. Kombinat O'zAvto Sanoat va O'zAvto Motors Powertrain rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda avtomobilsozlikda qo'llaniladigan detallarni kukun metallurgiyasi asosida ishlab chiqarish va ularni mahalliylashtirish imkoniyatlari keng muhokama qilindi. Tadbir davomida tomonlar o'z salohiyatlari, ishlab chiqarish imkoniyatlari hamda kooperatsion ehtiyojlarini yorituvchi taqdimotlar bilan chiqish qildilar. Tadbirning eng muhim qismi tomonlar o'rtasida anglashuv memorandumi imzolanishi bo'ldi. Memorandum doirasida kukun metallurgiyasi asosida avtomobil sanoatiga mos mahsulotlar ishlab chiqarish va mahalliylashtirish va bir qator yo'nalishlarda hamkorlik qilishga kelishildi. Bugungi memorandum imzolanishi xomashyo va sanoat tarmoqlari o'rtasida barqaror hamkorlikni shakllantirish yo'lidagi muhim qadam deb hisoblaymiz. Tabiatda kamdan-kam uchraydigan yer metallar zamonaviy dvigatellar ishlab chiqarishda, ayniqsa energiyani tejaydigan texnologiyalarga o'tish jarayonida juda muhim rol o'ynashi hammamizga ma'lum. Biz ushbu kelishuv kritik ahamiyatga ega materiallarning, ya'ni metallarning ishonchli yetkazib berilishi yo'lga qo'yish, keyinchalik esa tadqiqotlar, mahalliylashtirish va innovatsion ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma loyihalarni ishga tushirish ko'zda tutilgan. Bu shunchaki biznes hamkorlik emas, bu milliy sanoatni rivojlantirish va mamlakatimizning texnologik mustaqilligini oshirishga qo'shilayotgan hissadir. Biz uchun ishlab chiqarish zanjiridagi har bir qadam shaffof, ekologik toza va kelajakni ko'zlagan bo'lishi muhimdir. Ushbu memorandum O'zbekiston sanoatini texnologik modernizatsiyalash, mahalliy xomashyodan samarali foydalanish hamda global ta'minot zanjiriga integratsiyalash yo'lida xizmat qiladi.